Hududlar infratuzilmasini rivojlantirish va aholiga munosib turmush sharoiti yaratib berish bugungi kunning asosiy va muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Eng chekka qishloqlarda ham bugun dolzarb bo'lib turgan muammo va kamchiliklarning bartaraf etilayotgani fuqarolarimiz manfaati barcha narsadan ustun ekanligining dalolatidir. Ayni kunda viloyatimizning eng chekka va anklav tumani So'xda ushbu yo'nalishda arzirli ishlar amalga oshirilmoqda. Turli loyihalar va davlat dasturlari tufayli bugun tumandagi eng chekka qishloqlar ham o'zigacha chiroy va siymo kasb etayotir. Mustaqillikning ilk yillari tekis va ravon yo'llar, elektr manbasining barqaror ishlashi kabi masalalar bizning xalq uchun orzuga aylanib qolgan edi. Bugun mana shunday azaliy orzular ushalmoqda. Tumanimizning chekka hududi Qaqir mahalla fuqarolar yig'inida ham bugun xalqning mana shunday azaliy orzularidan biri amalga oshirilmoqda. Mahallaning barcha ko'chalari, hatto ichki yo'llari ham asfaltlashtirilmoqda. Peshtarat mana az 2010 سال همین محله نوشیده باشد در زمستان بارشات تمام فرزندان به مکتب رفته بیان هر روز سر و لباسهای نو پوشیدنی هستند. من امروز در آبادی محلمون من گوشه و کنار همه طرف آباد شده ایستاده است. ده هم آباد شده ایستاده است. فرزندان به مکتب من با خوش و خرسند رفته آمده سر و لباس تازه. از همین که محلم آباد شده ایستاده است از جمله با پرزیدنت مملکتمون شوکت میرزیویف رحمان میگیم که از همین گوشه و کنار چیت که ازبکستان آباد شده ایستاده است. به همه همین تشکیلات ها به همه همین سعی و کوشش کرده انسان ها همش minnat داریم. رحمان میگویم. Eng muhimi asfalt mahsuloti tumanning o'zida ishlab chiqarilmoqda. So'x tumani yo'llardan foydalanish boshqarmasi yo'l bo'limi boshlig'i Zafarjon Mirzoyevning ma'lumotiga ko'ra, tuman yo'lovchilari o'tayotgan yilning shu dariga qadar tumandagi salkam 30 kilometr yo'llariga asfalt qoplamasi yotqizishdi. Qaqir mahalla fuqarolar yig'inida 8187 metr ichki xo'jalik yo'llarini asfaltlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunga kelib 7 kilometrdan ko'proq joyi asfaltlashtirildi. Xudo xolasa mana shu 2 kun 3 kunning ichida tugatib olamiz hammasini. Ta'kidlaganidek, mazkur mahallada salkam 9 kilometr yo'llar asfaltlashtiriladi. Ushbu ezgu maqsadga davlatimiz byudjetidan 2,5 milliard so'mdan ortiqroq mablag' yo'naltirildi. Bugun erta Qaqir mahallasidagi barcha yo'llarning ta'mirlanishi oxiriga yetkaziladi. Yo'lsozlarimiz ushbu ezgu amallarni tumanimizning boshqa mahallalarida davom ettiradilar.